Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun navbatdagi ishimizni Chinovodga o'rnatdik. Xo'p, ishimiz spanlisi, oyoq qismiga pufik, trimo ko'rishinglar mumkin. Vakuumli. O'zi tortib oladi. Bu yerga pufik. Kiyimlar uchun bu yerga shkafimizni o'rnatib berganmiz. Shkafimiz ham xudo xolasa keng. Bu yoqlari ham bor. Chuqurligi 1 metr. Rossiyskiy laminatdan bo'lgan. Bu yerga kiyimlar taxlagani polka qilib berganmiz. O'rtasida. Bu yeri vishilka, uni orqasida joy bor. Bu eshikdan ham qo'ysak bo'ladi. Ko'rib bir baho berasizlar. Pastda nomerlarimiz bor, bu yerda hammomi bor. Hammomiga moslab shkaflarni joylashtirib berganmiz. Pastda nomerlari bor. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Ishimiz rossiyskiy laminatdan bo'lgan.